Menga ko'pchilik aytadi, "Palon pulli tonalkalar olganman, nimagadir yuzimga yaxshi yotmayapti-yu, po'ralarimga kirib qolyapti" deyishadi. Qizlar, baza ishlatsanglar, po'ralaringizga kirib qolmaydi. Misol, birinchi baza ko'rsatadigan bazam bu Chanel bazasi. Qaranglar, qanaqa. Bittada mana surganlarda po'ralarni ustiga shundoq yopadi, surgan tonalkalarni tiniq yotqizib beradi. Agar u qimmatli qilsa, xuddi Beauty'da mana bunaqa bazasi chiqqan. Bu bazasi fioletoviy bo'ladi, siyohrang. Uni ham sursanglar xuddi Chanelga o'xshagan bo'ladi. Bu ham yuzinglarni ham sil o'qib qo'yadi, ham surgan tonalkalarni zo'r qilib beradi. Misol, bu ikkita baza sizlarga qimmatli qilsa, xuddi o'shanga o'xshagan, lekin amerikanskiy byudjetniy liniya. O'shandan ham olsanglar bo'ladi. Bu mana surganinglarda oq bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin surgandan keyin terini ham yumshatib, ham silliq qilib qo'yadi, tonalka ham zo'r yotadi. Keyingi narsa bu mana men bu narsa tushuntirib beraman buni ham.